Turmush o'rtog'im yaqin do'sti Murod bilan birga bo'lasan deb majburladi. Ikki do'st video olishni boshlab yubordi. Qiz juda erosli edi. Do'stiga qanday qilib meni qondirishingni xohlayman deb ayta olmay yotgan edi. Kutilmaganda qo'shnisi chiqib qoldi. Qiz o'zini qomatini ko'rsata boshladi. Qo'shnisi ham xohlab turgan ekan. Qizning do'sti hech nimani bilmadi. Qo'shni qizni qondirishni boshlab yubordi. Videoni to'liq varianti Telegram kanalimizda. Telegram kanalimiz. Manzili YouTube kanalimizning opsiyasida. Selka ustiga bosib Telegram kanalimizga o'tasiz. Assalomu alaykum aziz muxlisiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni, kanalimiz davomli bo'lishi uchun like bosishni unutmang. Eslatib o'tamiz, kanaldagi hamma so'zlar real voqealarga asoslangan. Sizning ham umr yo'lingizda taqdiringiz shunchalik og'ir bo'lsa, kommentariyalara o'z hayotingizni yozib qoldiring. Albatta bu e'tiborimizdan chetda qolmaydi. Kunlardan bir kun turmush o'rtog'im uyga mast holda kirib keldi. Eshigim qattiq urilgan zarbadan uylarimni ichi qaltirab ketdi. Eshiklar qorong'i, svet ham uchib qolgan aksiga olib. Soat esa 22:30lar chamasi. Qo'rqib eshikka yugurib chiqdim. Bolalarim ortimdan chiqishdi. Qo'rqqanimdan baqirdim. Kim? Kim ekan bu? Shunda xo'jayinimning tihi keldi. Men. Och eshikni, dedi. Ko'nglim ancha xotirjam bo'ldi. Yugurib borib eshikni ochdim. Tanaq bo'lmasdajda. Ichiga hayvon kirib olgandek edi. Qo'rquvdan dahti titragan. Bolalarim dadasini ko'rib yugurib borib quchoqlab olishdi. Dadasi esa ol munaf hayvonlaringni ko'zimdan yo'qot dedilar. O'zimni yo'qotib qo'ydim. Hech qachon otasi bolalarini so'kmagan edi. Shunda qo'rqqanimdan turmush o'rtog'imga qaramasdan bolalarimni oldimda uyga olib kirib ketdim. Turmush o'rtog'im alang-jalang qilib uyga kirib oldi. So'ngra yotoqqa kirdi. Ortidan men yugurib kirdim. Suv ichasizmi dadasi? Yoki muzakini choy olib kelaymi? Qorningiz qanaqa deb so'radim. Turmush o'rtog'im esa menga qaragan bo'yi jahl hamda gazab nafrat ko'zi bilan menga qarardi. Men tushunmasdim, nima bo'lganini anglamasdim. Turmush o'rtog'im hech qachon meni so'kmagan va qattiq gapirmagan. Turmush o'rtog'im bilan birga tunashga qo'rqdim va boshqa xonaga chiqib uxladim. Shim bilan tong otdi. Ertalab uyg'ongulcha turmush o'rtog'im uydan ketib qolibdilar. Hayratda qoldim. Nega menga aytmadilar? Telefon qilib ko'rangchi dedim. So'ngra qo'ng'iroq qildim. Necha bor qilishimga qaramay qo'ng'irog'imga javob bermadilar. Ming bir xayollar bilan ketishini kutdim. Kun o'z o'rnini tunga bo'shatib berdi. Turmush o'rtog'im ham keldilar. Hattoki meni yuzimga ham qaramadilar. Salom bersam salomimga javob ham bermadilar. Hayratdan lol qolib ketdim. Shunda bolalaringni oyinikiga olib borib qo'y dedilar. 2 kun bo'libdiki endigina menga gapirdilar deb xursand bo'lib bolalarimni onamkiga olib borib qo'ydim. Shoshib uyga qaytdim. Turmush o'rtog'imni qornini to'ygizay, xotlarini beray. Zohira o'zlariga kelib qolsa ishida muammo bo'lgandirda bizni boqish ham oson emas dedim. Shu xayollari bilan uyga kelsam ne ko'z bilan ko'rayki, Murod do'sti va turmush o'rtog'im meni kutib oldi. Turmush o'rtog'im Murodga qarab, qara, yaxshilab qara, shu senga aytgan xotin endi bu meni xotinim emas. Talogini berdim, bu senga, shu xotinni senga berdim deb qayta gapirdilar. Men qo'rquv va jon bilan nima bo'layot ekanini tushunmadim. Hazyapsizmi dadasi, bunaqa gaplaringizni qilmang. Menga hazillaringizni tushunmayman deb qayta dadasi deb yolbordim. U esa ol shu xotinni, sen aytgan xotin shu senga. Endi bu menga halol emas. Ol deb baqirdilar. Dadasi, qimir o'ynadingizmi? Qimga meni tikdingizmi? Nega unaqa deyapsiz? Deb qayta so'yverdim. Tushunmadim.
Mana o'sha xotin senga menga qanday razillik qilganini, qanday xiyonat qilganini Kozimni oldida ko'rsatib berasan. Bu ayolni qilgan xiyonatini. Kozim bilan ko'rishni, qalbimdan esa yub chiqarishni xohlayman. Ko'zimni oldida o'sha qilgan xiyonatini menga takrorlaysan, dedi Dostimotga. Shunda Murod menga tashlanib ketdi. To'xtang, to'xtang. Nimalar qilyapsiz, tushunmayapman men qanaqa xiyonat. To'xtang deyishdan nariga o'tolmadim. Turmush o'rtog'im esa ko'zini ham yuvasdan menga qarab turaverdi. Xuddi bu narsalar turmush o'rtog'imning hayolatida bo'lyapti. Meni ko'rmayapti. Menga qarang dadasi, menga qarang. Men nima ayb ish qildim? Dadajonisi, menga qarang. Men sizni xotiningizman deb baqirishni boshladim. Ammo jimgina ko'zini yumib ham ochmasdan menga qarab turaverdi. Do'sti esa oz bilganini qildi. Murod ham gavdali sportsmen bola edi. Kuchi juda ko'p. Unga kuchim yetmadi. Avval liboslarimni, keyin esa ichki liboslarimni yechib tashladi. Ey, to'xta, nima qilmoqchisan? Tegma menga. Tegma deb baqirishdan to'xtamadim. U esa bu yoqqa kel. Sen meni necha yilga orzuyimsan. Bu yoqqa kel. Men senga qanaqa yo'l bilan yetishganimni bilmaysan. Bu yoqqa kel. Esingdan chiqib qoldimi ahdlashganimiz? Menga va'dalar berganing yodingda yo'qmi? Meni necha yil sevdirding? Nihoyat volinga yetdim deb menga solishdan to'xtamasdi. Qanchalik uni quchog'idan chiqib ketay deb harakat qilganim sari u meni o'ziga tortari. Murod nima qilsa qildi, o'z maqsadiga yetdi. Turmush o'rtog'im esa xuddi televizordan kino ko'rayotgandek menga qarab turardi. Menga juda alam qildi. O'zimni bilmay qoldim. Hushimdan ketib qolibman. Bilmayman qancha yotdim ximga kelsam, turmush o'rtog'im va uning do'sti Murod ustimda sigaret chekib, gulini meni ustimga tashlab kulishardi. Olang qilib yoq bu yogimga qaradim. Ustimda kiyimim yo'q, yalangoch. To'g'risi, o'zimdan uyaldim va nafratlandim. Nega ham ayol kishi ojiza, nega ham ojiza bo'lib dunyoga keldim dedim. Erkaklarga nafratim oshib ketdi. Orqdan amallab o'zimni uyga otdim. Arang kiyimlarimni kiydim. Xuddi ustimda bir kishi emas, bir necha kishi yotgandek. Lavoslarimni kiyib tashqariga chiqsam, turmush o'rtog'im va uning do'sti hali ham o'tirishardi. Nimalardadir gaplashib usti menga qarab kulishardi. Kuchimni boricha yugurdim. Uydan otilib chiqdim. Onamni uyga ketdim. Mana kelganimga 4 yildan oshdi. Biror marta bizni yoqlab, bolalarni so'ginib xabar ham olmay kelmadilar ham. Bolalarim har kuni otasini so'rashadi. Tan olaman, otasi juda yaxshi odam bo'lgan. Bolalariga ota mehribon. Menga ham bir ogiz qattiq so'z aytmagan odam bo'lgan. Mana bir necha yildirki ichimda olov yonadi. Ayubim. Nimadaligini bilolmayman. Qasdimni olay desam, bolalarimni kelajagidan qo'rqaman. O'zi otasi yo'q. Endi onasiz ham otsinmi deyman. Bo'lgan voqealarni hech kimga aytmaganman. Hattoki ota-onamga ham. Qalbimdagi toptugidagi alamlarimni, dardimni sizlar bilan bo'lishdim, deb yozib qoldiradi bir muslima ojiza ayol. Aziz muxlis, o'z fikrlaringizni va izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysiz, bu sirlar ochilishi kerakmi? Yoki ayol o'z sha'ni va ilfatini saqlab qolishi kerakmi? Qachongacha ayollar xorlanadi? Yana o'z turmush o'rtog'idan. Bu juda og'ir sinov va ko'pga kelgan sinov. Bu ayolimizga Allohdan bardosh tilab qilamiz. Shu ayolga yordam bermoqchi bo'lsangiz, bir dona like va podpiska tugmachasini bosib qo'ying. Hayotini qanday olib borishlikni maslahat bermoqchi bo'lsangiz, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz albatta ular bilan tanishib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.